Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar, aziz vatandoshlar. Hammalarning shu vaqti xayrli bo'lsin. Men Sharq Turkiston Yoshlar qurultiyi ichki ishlar mas'uli Dilyar Musobay bo'laman. Bugun sizlar bilan barliq qarindoshlar bilan yuz ko'rishimning sababi bir qancha kunning oldida Ahmedjon ismli bir aylanning qo'shtirnoq ichida yozgan kitobi amaliyotda adresga taslim zakaz qilingan bir yerdan avatilgan narsani e'lon qiladiganligi to'g'risida sosyal medyalarga yo'llagan yozmaları to'g'risida qarindoshlarning orasida paydo bo'lgan ko'z qarashlarga va munozirlarga qarata ve bu hadisega qarata Sharq Turkiston Yoshlar qurultiyining qaysi maydonda turadiganligini xalqqa bildirish yuzidan bugun yana qarshılarga chiqyapman. Qarindoshlar, Sharq Turkiston mustaqillik harakatida o'tgan 4-5 yilning yağı ko'miganni ko'dik, yeniliklarni nurg'unlagan burun ko'milib qolgan ishlarni birdan ko'rgan bo'ldik. Endi bu kitap qo'shtirnoqlanishidagi kitap texi chiqmabdi, biz izlab topamadik. Faqat buni yozgan yoki qo'shtirnoqning ichida yozgan ya ismini berib turgan bu kishining sosyal medyasi Instagram'daki nimalarga qarab chiqdik. U yerda bu kitabını tanıştırman deb tanıştırış niyetida yozgan ba'zi bir uçurlardan bu adamның kitapның mazmunini ve bu adamның maqsadini tushungan bo'ldik. Bo'libmi bu yerda bizga eng ta'sir qilgani Çilliler deb turkcha bu adamның o'zining tili bo'yicha Xanzular bilan Uyg'urlar birga yashaydi ekan. Birga yashaymiz, hech kim bizdan ariyanmaydi degandek narsalar bor. Şunu kitapның mazmunini tek o'qimaganlarimiz uchun uning ichidagi qaysiriga qanday raddiya berishga hozir bo'ldik. Faqat ve faqat sosyal medyalardaki narsalarga qarab, buning chiqarmoqchi bo'lgan, bu yerda qilmoqchi bo'lgan niyatiga qarab, shu niyatiga javob berib turaylik hozir. Bizning deydiganimiz faqat shu. Xitoy bilan birga yashaydigan bo'lsam, qirg'inchilik qilayotgan Sharq Turkistonliklarning xonim qizlarga biz eg'izga og'usiz darajadagi dafsandichiliklar bo'layotgan va shuningga jinoyatchi bo'lib dunyoda erkiy qirg'inchilik qilyotidi deb e'tirof qilinayotgan bir tajovuzchi bilan birga yashaymiz degan orzuing bo'lsa, sana beradigan hozirgi javob birla. Qizing bilan ayolingni avatma. Birga yasha andan keyin. Hozirgi beradigan javobimiz bu. Hem de kitap degan atalgan narsa chiqqandan keyin, çünkü kitap İngilizce yozilibdi. Biz bununla bosh katibimiz Tumar Salmas xonimning bizga bergan vazifasi bo'yicha bu kitap chiqqandan keyin eng qisqa vaqt ichida inglizcha bununla javob qaytirib yapılaq til bilan aytganda dakkisini beramiz. Onunla ishoninglar qarindoshlar. Endi hozir kitapның mazmununu bilmegəşkə bununla deydiğimiz muşunçilik. Amma hozirgi muhim məsələ bu vaqe bo'ldi, bir qancha kun bo'ldi, biz kuzatib turdik, qandaq bo'ldi ekan deb. Eng muhimi kuzatganimiz tashkilotlarning tutumi edi. Har qaysi tashkilotlarning. Turkiyadan jamoat arbobi Abduqadir Yapcan aka bununla qarta o'zining maydonini bildiribdi, ammo boshqa tashkilotlar tehicim. Bolup mu? Şarkı Türkistan'ı müstakillik diyen kişilerini jigıllarda ya hatta namayışlarda, uçuk meydanlarda ve eyliki fitne basat kot topları da aramızga ammaylı, toy töküngü çaqamaylı, nezirlerge çaqamaylı, yetim kaldıraylı deyişini bildiğin bizden Indigenous People'lar qurultayı yetim kaldırdıgan, arağı ammaydıgan, toy töküngü çaqamaydıgan, nazir çırakı çaqamaydıgan adamdan birisi çıktı mı qanda? Ya bununla çıkıp yine bunu mu toyga çaqamaylı, nazirga çaqamaylı deb
demdikin deb saqlab turyapmiz. Ama Indigenous People'lar Qurultayıdan tehi hech qanday sada yo'q. Boshqa tashkilotlardan sada yo'q. Bugun bununla ikki tane yoldan cevap verilishi kerak. Birincisi siyasi yoldan teşkilatlar hemisi bunun narazılığını bildirip kalmasdan bunda bir münafıklıkla, bunda bir hainlikle çeteldeki muhacirette hiç kimnin jürigi bunu petlenmeydiğin halde keltiriş için hemisi şiddet bilen bunu lanetleş gerek. Bilmem Pakistan'dan bir yerde bir ayal taşlansı lanetleydi Allah. Bilmem Amerika'dan bir yerde bir Müslümanın bunu kanısı lanetleydi Allah. Bugün içindeki münafıklığa gel vaxtıda nerede kaldınlar? Teşkilatlar bulup mu? Bulup mu ile ki yetim kaldıraylı, yalğız kaldıraylı deydi Allah. Nerede kaldınlar? Endi qarindoshlar, barliq teşkilatlarning nimasi meydanı, tutadigan meydani mana shunday yerda iniq bo'ladi. Bo'lmasa haligi eg'izdagi shuarlar, heliq narsalar hammasi bekor. Shuning uchun teşkilatlarni yana davomli kuzatamiz. Teşkilatlarning qanday meydan tutadiganini bu masalada bizga bekchiq narsin deb turdi. Hozir kesib bilan qarindoshlar bir narsinday Muşu vakada yani muşu hayırlıkta bir İngilizce kitap yazıp Şarkı Türkistan kurulmaydı. Hanzullah bilen birlikte yaşayımız deb muhacirette şunca kırgınçılıktan keyin, şuncha azap okubatdan keyin, şuncha adamning ko'zlari yosh, yuragi zardab bo'lib ketgan muşu kunda yana aşında bir narsani yezib chiqqanga qarshi bir narsa diyenmegen, bunu karşı özünün meydanını bildirenmegen Türkiye, Amerika, Avrupa, Avustralya hem yerdeki teşkilat, dernekçi, yeni bildiğimici hemmisi koymayacak arkadaşlar. Bu davada can bekivatkan, muşu Uygur'un kınını setip, cenini setip can bekivatkan, aram tamak, can baktılar oldu hemmisi. Bugünkü küllükte halkı yeteklep durup sen nimi davat edilen şekilde yeğiliki namayışlarda çıkıp yetim kaldıraylı, yalğız kaldıraylı deyişini bilgenler bugün zuvanı tutulup kalmamızda bulanın hemimiz koymayacak. Hemmisi can baktı. Xitayını hap kılışını bakalamaydı. Xitayının bir tane çıkan münafık gibi Xitayının lalmasıdan kokudu hemmisi. Ama Uygur'u kelgende vay müstakillik, vay Uygur insan hakları yeni bizime. Dolkun Eysa efendim kınısız. Nimoslarına meydan alır bununla. Başka teşkilat dikiler. Seyit Tümtürk efendim kınısız nimo meydan alır Türkiye'desiler. Kandaksıge boşunda meydana çıkalaydı. Kandaksıge. Bir Abdülkadir yapacağım ama bu dünyada. Kını kakalına. Hem de yetim kaldırdıgan, toy tökünge çakamaydıgan, pola etkeye çakamaydıgan den birisi bana emdi çıktı. Eğer bu kıtım bunu cevap kaytımızsa bularının hemmisi koymayacak arkadaşlar. Bunu unutmayınlar. Hemmisi. Xitayni kapkalanmaydıgan, Xitaydan kokaydıgan, fakat Uygur'unu söyleyip jurdiganlar koymayıcılar bularının hemmisi. Bu kıtım yeni muşunda ortası. Endi kileyli halkımızga mening deydigan bir qancha nuqtam bor. Aziz qarindoshlarım. Memory deydigan bir narsa bor. Ya'ni xotira. O'tgan 3 yildan yoki 4 yildan buyon bo'linayotgan ishlarni eslash kerak. Chu odam unutib qolmaydi. Xotirlab turish kerak. Nim bo'ldi? Chronological analyzing deydigan bir narsa bor. Tartibi bo'yicha voqealiklarni analiz qilish deydi. Ötken bir qancha yıllardan beri nim bo'ldi? Tunji qitim bir yosh bola Amerikada meydisini kiyirib chiqib, Sharq Turkistonga mustaqillik desak nim bo'pti? Sharq Turkiston mustaqillik deyli, bayroqni egiz ko'tarib namoyish qilayli desa, bayroq ko'tarmay namoyish qilayli degan go'ngpaylar chiqdi. Keyinchi konsulliklarning voqeasi bo'lgan vaqtida Kaliforniyadan kasaya götürüp çıktı yapımen deb go'ngpaydan birisi. Ondan keyin Sharq Turkiston mustaqillığı bunun ideyasi yaratilishi kerak. Sharq Turkiston ulusal kimligi yaratilishi kerak. Bunu hozir davatimiz bu. Bunun ikkinchi qadami bor. Nation degan narsa yaratilgandan keyin ulus degan narsa. İkinci qadamda mustaqillik bo'lishning tartibi shu. İkinci qadamda national aspiration yaratildi. Ya'ni ulusal arzu.
Aşı ulusal arzu Şarkı Türkistan'ın müstakilligini kolga ekildiğin narsa şu. Şunun için Şarkı Türkistan meselesinde tunji qitim bir yaşla, ilaki qilipni, ilaki qo'ymachilik, jambaqtiliqni cho'rib tashlab, taraf-tarafdan chiqib, bunun to'g'ri xalqaro siyosat ilmidagi o'lchamlar bo'yicha, tartiblar bo'yicha yo'lga minishga boshlagandan keyin, beshida ilaki bayroq ko'tarmay namoyish qilayli deb go'ngpaydan birisi chiqqan bo'lsa, oqisidan ikki qadamda bu yerda qattiq gapirmay tutuluşup, yeniden çıkarılgan, keyiniden çıkarılgan sepleme gompaylar çıktı. Dikkat bulaş için. Ondan keyin hatta e, men zimin talep qilmadim, pasport talep qildim degan gompaylarmi? Ya gompay degan Xitoyning o'qish puli bilan chet elga chiqib o'qitilgan degan gap. G'arbga noma'qul chiqarilgan gompaylar chiqib, bu xalqning orasida ziyoli otilyapti. Men Xitoydan men Jungo'dan zimin talep qilmadim, pasport talep qildim degan munofiqlar. Endi bunga inkas qaytarilmaganda, milliy ruh, ulusal ruh, milliy shuur bo'lmaganda ana ashunda mangayverdi. Biz dal shuning uchun chiqdik. 3 yilning yo'g'i nimdatimiz. Bizning aramizda chet elda Xitoylar beqivatgan boda qo'ylar bor. İçimizde Xitoyning go'ngpaylari bor. Bu dava şunun için mangmaydı dağıtımız. Ve çıkan go'ngpaylarning hammasiga tunji qitim tarixda. Bir yaşlı olup bulağı cevap qaytırıp sen nima deysen deb dakkisini verip cevabını verip hammasini to'shik tiqqandan keyin mustaqillik desek Xansola yamallab qoladi degan tadrijiy taraqqiyot mutaxassisi. Zimin talep qilmadim, pasport talep qildim degan dapşaq. Bayrak ko'tarmayli degan go'ngpay, ya'ni boshqa Xitoylar bugun mustaqilchi bo'ldi. Birinchi turkum o'zini oshkorlagan go'ngpaylar xalqning orasida o'zini qo'g'dayolmaydigini, o'zining yolg'iz qolganini bilgandan keyin bugun beshimizga mustaqillik mutaxassis kesildi hamisi. Andan keyin Uyg'urlar o'tgan 3 yilning yog'i aqlini tepishga boshladi. Burunqidek quruq konsulning oldida yugurib jumaydi hozir. Burunqidek nega başlasa kendin sokuldab jumaydi. Eng muhimi birinci qadam bo'lgan mustaqillikning birinci qadam bo'lgan ulusal kimlik degan tushuncha chiqqandan keyin ikkinchi qadamga, ya'ni Uyg'urcha kitoblar yozilib, Ruqiya Turish xonimdan Alloh razı olsun bu nuqtada xalqi bir qur bu dars chiqib, buning talash tortishi bo'lib, buningga qarshi turadiganlar javob berolmay, yog'asin bilib kirib qotullaydigan bo'lib, udul-mudul kelanmaydigan bo'lgandan keyin, ya'ni bu fikr ustunlikni egallagandan keyin ikkinchi qadamda bo'lish kerak bo'lgan narsa inglizcha kitob yozilishga boshladi. Sharqiy Turkistonning mustaqilligi to'g'risida. Ya'ni yiliqi ozg'ashtirilgan, yiliqi jambaqti da'vo realisga qaytishga boshladi. Endi bunda bo'lgandan keyin Xitoydagi buruntiga atmagan yangi o'qlarni, ko'mab qo'ygan go'ngpaylari ma kitob chiqqandan keyin buningga inglizcha kitob bilan buni buzayli amdi deb ma go'ngpaylarni chiqarishga boshladi. Bu bir hisobda yaxshi bo'ldi. Xitoyning bu go'ngpayini tonidik. Shuning uchun buningdan keyin texnik jiq chiqadi. Aramizda Xitoyni cho'ng biladigan, Xitoy o'qitgan, Xitoy bo'lmasa yashayolmaymiz deydigan, masalan, maqitim Turkiyadan chiqqan munofiq go'ngpayning sosyal medyasi qaranglar. Shuncha kuchli jungurimiz bo'lsa, nimishqa ayrilamiz degan xatlar bor, turkcha. Sen ayrılma, qizingni, xotiningni tan abatib, kendin o'zingmi bor, bu Qashqarning gündü payları sana mı yetişiyordu? Sen berib birga yaşa. Shuning uchun bularning chiqishi inglizcha kitobga Sharq Turkiston mustaqillik degan ideyani taqtishga mangandan keyin endi buningga o'tdi. Ya'ni to'g'ri yo'lga endi tushdi qarindoshlar bu kurash. Shu endi keynidan keladigan kitoblar bilan bu narsa G'arbning akademiklarining ve G'arbdagi siyosatchilarning, maslahatchilarining bo'libmi yana bir muhimga think tanklarning nimasiga kirish kerak ideyasiga. Shu vaqtida ishlar boshqacha mangadi, quruq so'kildab yuraveradigan ish yo'q endi. Shuning uchun bu narsa chiqdi. Shunga mening qarindoshlarim deydig'im, ma'muriy qarindoshlar bo'layotgan ishlarni
unutmaylı. Bo'layotgan ishlarning taraqqiyotiga, jarayoniga diqqat qilsak, amaliyotda jihnasi o'zgarmadi. Amaliyotda bek oddiy. Birinchi turkum go'ngpaylari chiqdi, ammo bir yoshlar chiqib ularni o'tamayoqqa tangsing deb bir tarafga yig'ib qo'ygandan keyin gaplarni o'zgartirishga boshladi. Endi ikkinchi turkum go'ngpaylari kitob yozib chiqyapti. Şuna bu normal ve bunun cevabını verimiz. Yani İngilizce Şərq Türkistan'dan müstakillik degan kitapni yazgan adamlar bu İngilizce Şərq Türkistan'dan müstakillik deb emniyetga kirib qatnab hozircha o chuqurnisimi qatnab yurgan adamlar onunca o axlatning javobini berimiz. Shuning uchun ama xalqimiz shuni bilsin, bundan keyin texmi jiq chiqadi. Bu go'ngpaylar aramızda jiq. Bu dava şunun uchun mangmagan. Heyliqi Uyg'urlarni indigenous people qilib qo'ygan vaqtida qisanglar backup dan bo'ladi deb cho'ng maslahatni bergan cho'ng ziyolisini texi dinozavrlar oshkorligini yo'q. O cho'ng ziyolilarmi aramizda texi cho'ng go'ngpaylar. Shuning uchun bularning hammasi chiqadi, ammo to'siyolmaydi qarindoshlar. Shunga bugun shuni xotirlanglar. Aziz vatandoshlarım, xalq qarindoshlarım. Hatırlanlar. Qaysı meselede kim qaysı noktada çıktı, kaçan nime dedi, kim 180 gradus pekirdi, kim 90 gradus pekirdi, bunu hatırlatmıyorlar. Çünkü go'ngpaylar qistalg'ayri kelganda ani mani deb mang'udi. Hatta şunu bugün bir yerde oshkorlash vaqti keldi. 2019 yıl Norvegiya biz hiç tanışmaydigan balalar bilan tashkilot qurmamdiq deb ko'rishgan vaqtimizda shu balalarga shaxsan men degandim. Bular hozirmish mustaqillik desak Xanso'li xapolab qoladi, mustaqillik desak amaliyatchil emas, Xanso'lar bek kuchlik, Jungu bek kuchlik, Hollywoodlarni kontrol qilib bo'ldi. Ayya fushifu deganning hammasi oldimizdagi bir qancha yilda mustaqilchi bo'lib ketadi degan gapni men 2019 yil degan Eşet yığılğanlar, sorsaqlar buldu. Çünkü bunlar müstakil çok kütüdü. Hem de aldığımızdaki 3-4 yılın içinde bunların hepsi ulus çok kütüdü aldığımızda. Yani şunda yerige ipmanımız işini bunların hepsi ulus çok çıkadı meydana görürsüler. Şunun için aziz vatandaşlarım, qeyrindaşlarım, Şərq Türkistan kürüşünün çeteldeki ahvali ziyali atalgan, diplomolog, ameliyatda Xitay veqib cho'ng qilgan, Xitay tarbiyalagan, Xitay o'qitgan, kallasida Xitoydan ayrılsak biz yaşayamaymiz degan narsaga yurigidan ishongan va mening dadamning gapi bo'yicha yurigini yasa ichidan qizil bayroq chiqadigan odamlar bor aramizda. Shunga biz o'tgan 3 yilning yog'i bo'libmi 10 ming imzodan keyin qilmoqchi bo'lgan narsa küçük bir qancha bir ikki yil kechikkan bo'lsa-mu amaliylashyapti. Ya'ni biz nim dedi, o'ttirsig'i bir sizoqni tortimiz. Yurigini yasa ko'k bayroq chiqadiganlar mayoqqa, qizil bayroq chiqadiganlar oyoqqa ayrilish kerak. Bu kurash bo'linish kerak cheteldikilar. Hozir masalan mushu indigenous people'lar qurultaydikilar ko'k bayroq ko'tarmayli deganlarni Mısır'da qeyrindoshlar tutilib ketyapti, konsulda chavoq chep o'tgan bir tog'oning poqini oqlab kasaya yapqan bir go'ngpayni hurmatlab to'yda tutdi. Endi ma'nimi ashta qilamdi. Yani ashta qilishimiz kerakmi? Yani buni mi to'yda tutamdiq yana? Nimiga asoslanib bir kishini millatning qimmati, millatning olimi, millatning ziyolisi deymiz. Nimiga asoslanib? Onun ağan diplomuga, onun erişken narsiga asoslanib emas. Millatning menfaatiga nima berganiga qarab belgilanadi asli. Shuning uchun bu hozirgi go'ngpaymo yana hurmatlanib, yana uya bu yerda judi desa, shuni hurmatlaganmi, shuni yana to'ning ustida tutganmi, hammasi munofiq. Bunun başqa narsa yo'q. Xitoydan tayyorlab keltirilgan narsani İngilizce müstakillik deb kitaplı yazılışqa başladı. Sen mayaqdan bir Uyg'ur nomi bilan mayaqdan sen mi bunda emas, müstakillik qalmaydigan Uyg'urlar bor bizning ishimizda deb Şinjan televiziya stansiyasining chet elga bevosita taqitishi bu.
Başka narsa emas. Uyg'urlar qo'shal usul o'ynadi deydi qayerda. Mayadimi Uyg'urlar ayrılışını qalmaydi degan narsa. Şuna mening Indigenous People'lar qurultayga bir maslahatim var. Yani bir teklifim var. Xitoyga qarsaqmi, armiya bilan mediani hech kimga bermaydi Xitoy Kompartiyasi. Shuni Uyg'urlar fikr erkinligi olmasligi kerak. Uyg'urlar biz nima desak shuni anglishi kerak degan. Ko'k bayroq ko'tarmayli degan Gongpayni oliy maslahat chiqargan bo'lsanglar, Sharqiy men Xitoydan mustaqillik talab qilmadim, pasport talab qildim. Mening qo'limda Jungo pasport bo'lgandan keyin men bir Jungo fuqarosi degan keyingi saplimi Gongpayni tadqiqot mas'uli qilgan bo'lsanglar, Sharqiy Turkiston mustaqil bo'lmaydi degan va budaqa ma Gongpayni tashkilotinglardagi miyib, oqsaq, cho'loq, alg'aylarni davolaydigan TV'larning besh qilinglar. Yani altın üzükü yakut göz desek sizde altın üzükü yakut göz yok ama ben deymen o rezinki ötekke kardon çemdek yarışıdı sizlerge. Bunu mu tebek beş kılıvelinler, hekim beşi. Şu vaxtıda nef kılısılar. Şunun için aziz kıyırındaşlarım, bugün deydiğinin müşünçilik, memorini unutmanlar, nimi işinin kendi kendin buluvatkını, kimnin kaysı meydanda turuvatkını, bugün nimi dese eti nimi digini, işkicildeki nimi digini, kimning burulup o'zgarayotgani va qaysi tashkilotlarning Uyg'urning manfaati yana bizmi degan tashkilotlarning Sharqiy Turkiston mustaqilligi deganlarni yetim qoldirayli deb qaysi Gongpaylarni qayerda e'tiborlab yurganliklari bularga diqqat qilinglar. Abayqi gapimni yana bir takrorlab bu videoni oxirlashtiray. Bu qitimliq bu munofiqqa cevap qaytarmagan teşkilat kim bu hatta akademikmiş o kim bolsun Türkiye'den Avrupa'gacha Amerika'dan Avustralya'gacha bununla cevap qaytarmagan bunu yeklemigen bunu ödemeyak deb yalğız kaldırmagan bunun yeniği vaqallı mening yenimga kemme mening yenimdikiler bunun yenimga bama hatta bunun yeniği vaqallı ölsem cinazamga kemme deb vasiyat kaldırmaganның hemmesi davanı setip yavatkan koymacıdan başka narsa emas. Bugün bu yerde meydanını inik kımısa bunun qaysiga burası oldu. Tehi o bir Yaponiya bu devlet teşkilatçılar bilir. Resimleri var ki bu Gongpay'ın. Bugün çıkınla meydana. Bugün çıkıp nime davat ise demisanlar ertilik çıkıp halkka yağın ayacan bilen kuruk yapını kılmanlar. Xitayning Türkiye'deki bir tebep Gongpay'ı emanların jürgün ağada güçlük ki. Aşıdan kokaydı kesem. Şunun için bugün kırındaşlar gapmışaydı tügüdü. Ama Şarkı Türkistanlık yaşlar dinozavurlar kokuşmaydı kırındaşlar. Bu yerden Abdülkadir Yapcan Akı'ga alaydı salam olsun. Bu muhaciret ödekülen tohunu birbirinden ağrıvatıdı. Rahmet kırındaşlarımıza aldığımızda Şarkı Türkistan Yaşlar Kurultayı'nın bazı bir yeniliklerden haberdar olsunlar. Hem Allah'a emanet. Bu da kıtım görüşecek. Aman bulun.